Oyijon. Voy, kelinglar. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Charchamayapsizmi? Zerikmasdan o'tiribsizmi? Muncha sovib ketding, yana avtobusda keldinglarmi? Assalomu alaykum. Shundoq taksi to'xtatib, taksida olib kelsangiz bo'lmaydimi mana? Hamyog'i ho'l-ku. Pulini berardim. Qo'lim topib bitta ishda ishlamadingiz. Qizimni sarson qilib 4 yildan bir kvartira qilib olib yurasiz. Qachon qo'lim topib bitta joyda ishlaysiz? Yaqinda yangi ishga kirdim. Hozircha yuk tashuvchi bo'lib ishlayapman. Nasib qilsa sekin-sekin lavozimim oshishni boshlaydi. Voy qo'ysangizchi. O'sha yuk tashuvchidan direktor darajasiga ko'tarilib ketarmidingiz? Qizim mana hunarli, pravalari bor. Shunga qo'shib mashina bersam, mashinani ham olganingiz yo'q. Na o'zingiz olib berasiz, na men berganimga ko'nasiz. Nima unaqa qilasiz? Oyi, men och qolayotgan joyim yo'q. Hayotimdan nolib siz oldingizga kelganim ham yo'q. Shunchaki sizni ko'rgani kelmadik. Yaxshimi, yomonmi meni erim? Rizq Allohdan yoki siz belgilab berasizmi? Ularni kimdir yomon desa, meni yuragimga tegadi. Erim haqida kimdir yomon gap gapirishga qo'ymayman. Adasi, turing ketdik. Yo'q. Oyingni ko'rgani kelganmiz. Bor chayingni damla.